Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli abituriyentlar, hurmatli ota-onalar. Sizlar bilan darsimizni boshladik. Endi bugungi darsimiz gap bo'laklari. Gap bo'laklaridan YouTube'imizga biz darslarimizni joylaganmiz. Ega va kesim munosabatdan. Shuning uchun biz bugun ikkinchi darajali bo'laklar haqida bir chekkadan hijjalab tushuntirishni boshlaymiz. Men sizlar bilan Abdufattoyev Abdusaid. Agar bizni YouTube ijtimoiy tarmog'ida ko'rayotgan bo'lsangiz, bizni Telegram kanalimiz yoki bo'lmasam bizning onlayn kurslarimiz, offlayn kurslarimiz hammasi haqida ma'lumotlarni opисаниеga yozib qo'ygan bo'lamiz. Bemalol ma'lumotlarga ega bo'lib olishingiz mumkin. Offlayn kurslarimiz qayerda joylashgan desangiz, biz Andijon viloyatida joylashgan, offlayn, onlayn esa Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali o'tishni reja qilyapmiz. Demak, bugungi darsimiz gap bo'laklari, ikkinchi darajali bo'laklar haqida gaplashamiz. Bu yerda umumiy gap bo'laklari haqida gaplashadigan bo'lsak, umumiy gap bo'laklari ega, kesim munosabati yoki bo'lmasam ikkinchi darajali bo'laklar aniqlovchi, to'ldiruvchi hol, aniqlovchining bo'lakning bo'lagi bo'lib kelishi, barchasi haqida gaplashamiz. Va so'z turkumlari bilan gap bo'laklarning farqlari haqida ham to'xtalib o'tamiz. Bugungi darsimizda dastlab ega bilan kesim munosabati haqida birmuncha gapirib turib, undan keyin asosiy ikkinchi darajali bo'laklar haqida gaplashamiz va ulardan xudo xohlasa tushadigan savollar 10-savolning tiplari haqida bir chekkadan gaplashib o'tamiz. Xo'p, demak biz darsimizni boshladik. E'tiboringlarni qaratib turinglar. Biz mana ekin ishtirokiga ko'rsatiladi. Ega bilan kesimni bir chekkadan o'tganmiz oldin. Ikki qolmasligingizni so'raymiz va darsda oxirida ko'rishinglarni talab qilamiz. Sababki birinchi boshini ko'rib ko'ra olmay qolsangiz, sizga hech qanday manfaatli joyi bo'lmaydi. Demak, darsimizni boshladik. Qarang. Ega bilan kesim munosabati. Ega bilan kesim munosabati haqida gaplashadigan bo'lsak, ega bilan kesim har xil holatda kelishi mumkin. Masalan, gap ega bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin, lekin gap doim kesim bo'ladi. Har doim kesim bo'ladi. Gapda kesimning shakli, ya'ni kesim bo'lib kelgan so'z bo'lmasa ham gapdagi o'rni albatta bilinib keladi. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, hamma bugun hamma paxtaga yoki hamma ovqatga deydigan bo'lsak, kelsin, borsin degan so'zlar baribir shakli bo'lmasa ham o'rni bilinib turibdi. Shu yerda demoqchi bo'lganimiz, kesim gapning markazi, gapning asosi. Kesimsiz gap tashkil bo'lmaydi. Esingizdan chiqmasin. Demak, kesimsiz umuman gap tashkil etilmaydi ekan. Gapning asosi, gapning markazi kesim bo'lib kelar ekan. Va gapimiz bitta kesimda o'zidan ishtirok etgan bo'lsa, ya'ni bosh bo'laklarning ichida aytaylik 20 ta aniqlovchi, 30 ta to'ldiruvchi, 60 ta hol bo'lsa ham, bitta kesim bo'lsa ham, to'g'rimi? Ega bo'lmasa, buni biz bir bosh bo'lakli gap deymiz. Mana shu yerda mana ko'ryapsiz. Faqat kesimda o'zi bosh bo'laklarning ichida kesimda o'zi keladigan bo'lsa, bir bosh bo'lakli gap. Agar ega bilan kesim keladigan bo'lsa-chi desak, bu ikki bosh bo'lakli gap bo'lar ekan. Tushuntirib, demak, ega bilan kesim keladigan bo'lsa, ikki bosh bo'lakli gap bo'lib qolar ekan. Ega bilan kesim kelishi, qanaqa holatlar bo'lishi, barchasi haqida gaplashib o'tganmiz YouTube ijtimoiy tarmog'idagi darslarimizda. Xo'p, endi ikkinchi darajali bo'laklardan boshlaymiz. Ikkinchi darajali bo'laklar Abdulhamid Nurmonov degan ustoz joylari jannatda bo'lsin. Shu ustozni darslari hozirgi o'zbek adabiy tili degan darsligi orqali biz ikkinchi darajali bo'laklarni, ya'ni biz tilimiz bilan aytganda eski kitoblarda ikkiga bo'lingan. Ya'ni hol va to'ldiruvchiga. Endi aniqlovchi desak, aniqlovchi ikkinchi darajali bo'laklardan alohida chiqarilib turib, bu bo'lakning bo'lagi sifatida ishlatilgan. Lekin hozirgi sinf darsliklari va hozirgi ba'zi bir kitoblarda esa ikkinchi darajali bo'laklarni 3 ga bo'lgan. Ikkinchi darajali bo'laklar 3 ga bo'lingan. Bularda birinchisi hol, 2 to'ldiruvchi, 3 aniqlovchi. Demak, xuddi shunday 3 ga bo'lib ketish kerak ekan. Hol, to'ldiruvchi, aniqlovchi. Va bu yerda hech qanaqa bo'lakning bo'lagi degan tushuncha hozirgi kunga kelib umuman yo'qolib ketgan. Xo'p, endi e'tibor beradigan bo'lsak,
Bizda bo'lakning bo'lagi va ularning shakllanishi degan tushunchalarni bir chekkadan ko'radigan bo'lsak, xo'p, aniqlovchi doimo xohlagan gap bo'lagiga bog'lanib keladi va faqatgina bir sharti u ot bo'lishi kerak. To'ldiruvchi fe'l bilan ifodalangan har qanday gap bo'lagiga bog'lanib keladi. Hol ham fe'l bilan ifodalangan har qanday gap bo'lagiga bog'lanib keladi. U degani, siz birinchi o'rinda holning, to'ldiruvchining, aniqlovchining boshqa umumiy olganda morfologiya, ya'ni so'z turkumlaridan farqini bilib olishingiz kerak. Ko'pchilik anglashib aytiladigan fikr. Hol deganda ko'pchilik ravishni tushunadi. Yo'q, unday emas. Bu hol gap bo'lagi, ravish, fe'l, otlar esa bu so'z turkumlari hisoblanadi. Endi qarang, e'tibor bering. To'ldiruvchi ko'pchilik ot deydi va u ot bilan ifodalanishi kerak deydi. Rostdan ham ko'pchilik ustozlarimiz keltirilayotgan misolda to'ldiruvchini otdan nariyog'iga o'tmaydi-da. Bu o'qituvchida ham bor ayb. Sababi fe'ldan misol keltirsin, ravishdan misol keltirsin, olmoshdan misol keltirsin. Lekin faqatgina otdan. Masalan, aytadigan bo'lsak, akam bugun uyga keldi. O'zimizdan ham qiyosda. Endi demak, ha deydi, bolada fikr shakllanadi. Kim bo'lsa akam bo'ldi. Demak, bu yerda bu ot aka. Unaqa emas. Aniqlovchi deganda ko'pchilik sifatni nazarda tutib oladi. Yo'q, aniqlovchi deganda faqat sifatni tushunib olmaylik. Aniqlovchilar ham turli so'z turkumlari bilan ifodalanadi. Aytaylik, olmosh bilan ham ifodalanishi mumkin. Ravishlar o'tlashib kelib turib bo'lib qolishi mumkin. Qaratqich aniqlovchi. Endi ravish otga bog'lanib aniqlovchi bo'lib qolishi mumkin. Bular haqida batafsil gaplashamiz. Endi mana holni hijjalab tushuntirishga o'tdik. Shularning ichida birinchisi mukammal holatda tushuntirish bo'ladi. Hech qachon uzoqlashmang darsimizdan va ozgina tushunarsiz bo'lib qolsa, kommentariyaga bemalol yozaveringlar. Bang'lab tashlamaysizlarmi yozib? Qanaqa savol bo'layapti, nima bo'layapti? YouTube'dagi kommentariyaga, Telegramdagi kommentariyaga bemalol yozaveringlar. Chunki sizlarga biz yordam bersak, zero ihsonning mukofoti ihson, bizga Xudoyim o'zining barakasini yog'dirib qo'yadi. Qarang, hollar qanday ma'nolarni ifodalab keladi? Hol o'zi nima? Esingizdan chiqmasin. Hol fe'lga bog'lanib, kesimga bog'lanib demayapti. Fe'lga bog'lanib, uning belgisini bildirib keladi. Hol qanday belgilarni bildirib kelishi mumkin degan savol bor. Hol fe'lga bog'lanib, uning belgilarini bildiradi. Ya'ni payt ma'nosini bildiradi, o'rin ma'nosini bildiradi, maqsad ma'nosini bildiradi, sabab ma'nosini bildiradi, miqdor ma'nosini bildiradi. Shunga ko'ra hollarda biz endi eng oxirgisi esa vaziyat ma'nosini bildiradi, ya'ni tarz deb qo'yadi. Unga ko'ra biz hollarda 6 guruhga bo'lamiz. Payt holi, o'rin holi, maqsad holi, sabab holi, miqdor daraja holi, undan keyin ravish holi. Tarz holi ham deb qo'yadi, vaziyat holi ham deb qo'yadi. Tarz hol desa ham, vaziyat hol desa ham, ravish hol desa ham hammasi bir xil. Ketdik. Endi birinchi bo'lib turib, o'rin holi haqida gaplashamiz. E'tibor bering. O'rin holiga nimalar kiradi? Ularni biz qanday tushunchalarga ega bo'lishimiz mumkin o'rin holi bo'yicha? Mana shu yerda mana bu sariq belgi bilan ifodalaymiz. O'rin holi deyapti. Qayerga, qayerda, qayerdan, qayergacha so'rog'iga javob bo'ladi. Mana qayerga, qayerda, qayerdan, qayergacha so'rog'iga javob bo'ladi. Va bu holi juda ko'p birliklar orqali, ya'ni 4 ta shakl orqali ifodalanishi mumkin ekan. Birinchisini aytadigan bo'lsak, nimalar bilan ifodalanishini bir chekkadan ko'ryapsiz. Xohlasangiz yozib keting daftaringizni olib. Daftar ruchka qo'yib olib yozib keting hammasini. Yana bir qator aytayapman. Oxiriga to'g'ri ko'rmaydigan bo'lsangiz, siz yutkizib qo'yasiz bundan. Sababi har doimgidek hammaga o'xshab turib, hol ravish bilan ifodalanish kerak, to'ldiruvchi palon bilan ifodalanishiga, aniqlovchi pismadon bilan ifodalanish kerak deb turib ketaverasiz. Unday emas. O'rin hollar nimalar bilan ifodalanadi? Birinchisi, o'rin ravishlar bilan ifodalanadi. O'rin ravishlarni aytadigan bo'lsak, ichkarida, tashqarida, olg'a, yonida kabi so'zlar orqali ifodalanadi. Masalan, sizni ichkarida bir yigit kutmoqda. Qayerda? Ichkarida. Shu yerda mana ichkarida degan so'zimiz aytadigan bo'lsak, o'rin hol bo'lib kelyapti va u o'rin ravishlar bilan ifodalanib kelyapti. Keyingisi, gadadan kelishiglik otlar bilan ifodalanadi va bu yerda otlar desak ozgina noo'rin bo'ladi. O'rin joy otlari deb qo'yamiz.
o'rin joy otlari. O'rin joy otlari bilan ifodalanadi. Masalan, ular uyga kelishdi. Qayerga? Uyga. O'rin joy nomlari bilan ham ifodalanib keladi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, Andijonga boraman. Qayerga boraman? Andijonga boraman. Shu yerda mana o'rin joy otlari va o'rin joy nomlari bilan ifodalanib kelyapti. Keyingisi ko'makchi bilan ifodalangan otlar. Demak, faqat otlarning o'zi bilan ham ifodalanishi mumkin ekan. Faqat unga qo'shilayotgan birliklar farq qilar ekan xolos. Mana esingizdan chiqmasin, hol ot bilan ham ifodalanyapti. Xo'p, ko'makchili otlar bilan ifodalanadi. Masalan, bo'ylab tomon sari. Aytaylik, uy sari yura boshladim. Yoki bo'lmasam daryo bo'ylab yura boshladim. Sen tomonga qayrilib ham qaramayman. Qayerga? Sen tomonga. Ko'pchilik sen tomonga qayrilib ham qaramayman desa, seni dang'illatib ega qilib olib ketadi. Endi buni siz ega qilib olib ketisizga haqqingiz yo'q, sababi u o'zidan keyingi ko'makchi bilan bitta so'roqqa javob bo'lyapti. Keyingisi chegara qo'shimchasini olib kelgan otlar bilan ifodalanadi. Nimalar bilan ifodalanadi desak, chegara qo'shimchasini olib kelgan otlar bilan. Masalan, uygacha qancha qoldi? To'g'rimi? Xo'p, maktabgacha piyoda yurdim. Xuddi shu shakldagi so'zlar bilan ifodalangan. Xo'p, qayergacha yurdim? Maktabgacha yurdim. Demak, yana qaytaraman, o'rin holi 4 ta shakl orqali ifodalangan. Shularni yaxshilab yozib, miyaga saqlanib qo'yib olinglar. Shu o'rinda biz darsimizni asosan so'zlashuv uslubida o'tkazamiz. Nima uchun adabiy tilda bilmaysizmi degan savolga yo'q, unaqa emas. O'quvchilarga osonroq yetkazib olish uchun, yetkazib berish uchun biz so'zlashuv uslubida oddiy holatda gapiramiz, ya'ni siz tilingiz bilan aytganda hayotiy, jaydari tilda gaplashamiz. Mavzu o'tayotganimizda ham hazil-huzul, hazilomuz fikrlar bo'lishi tabiiy. Bu narsani to'g'ri qabul qilasizlar. Xo'p, birinchisi, demak, endi bu yerda ikkinchisiga o'tdik. Payt holi deyapti. Payt holini birinchisi haqida hozir gaplashamiz. Payt holi qachon, qachongacha, qachondan beri, qachondan buyon, qay vaqt, qay payt kabi so'rovlarga javob bo'lar ekan. Tushuntira oldimmi? Biz nima deydi? Payt holi qaysi so'roqqa javob bo'lsa, qachon deymiz. To'g'ri, o'zi asli qachon. Lekin uni qachongacha, ya'ni gacha qo'shimchasidan beri, qachondan buyon, qachondan beri, ya'ni ko'makchilar bilan ifodalanishi mumkin ekan. Qay vaqt, qay payt deydigan bo'lsak, bu so'rovlar ham berilar ekan. Endi nimalar bilan ifodalanadi? Bir chekidan ko'rib o'tamiz. Xohlasangiz, agar ko'rayotgan bo'lsangiz, shularni skrinshot qo'yasiz bo'ladi. Lekin bu fayllar asosan aytadigan bo'lsak, onlayn kurslarimizga o'tiladigan fayl bo'lganligi uchun buni biz sizlarga tashlab bera olmaymiz. Bu narsani to'g'ri tushunib harakat qilaverasizlar. Payt ravishlar bilan ifodalanadi. Demak, birinchisi payt ravishlar bilan ega. Hamisha, doim, avval, kecha-yu kunduz, qishin, yozin. Buni davomi ko'p. Payt ravishlar bilan ifodalanadi. Bugun bor, to'g'rimi? Hop. Kecha uyga bordim. Qachon? Kecha. Yoki hamisha tog'layingiz baland bo'lsin. Qachon baland bo'lsin? Hamisha. Doim shu ishni qilasiz. Qachon qilasiz? Doim. Yoki bo'lmasa qishin yozin tinmaydi. Qachon tinmaydi? Qishin yozin tinmaydi. Demak, bu yerda hammasida payt ravishi bilan ifodalangan payt holi. Nima uchun bu narsalarni aytyapmiz? Nima bilan ifodalanishi? Sizga to'g'ri hukmni toping degan savol tushadi. Holning 4 ta ma'no turi qatnashgan, holning 3 ta ma'no turi qatnashgan yoki bo'lmasa aytadigan bo'lsak, sifatlar bilan, ravishlar bilan ifodalanuvchi hol 2 o'rinda kelgan, xuddi shunaqa variantlarda javoblar keladi. Uning uchun siz nima bilan ifodalanayotganini ko'rib olishingiz kerak. Xo'p, ikkinchisi kelishikli otlar bilan ifodalanadi. Masalan, bu yerda payt otlari bilan ifodalanadi. Kelishikli otlar. Kunda shu narsa uchun janjal bo'ladi. Qachon? Kunda. Yoki bo'lsam kuzda to'y kelaverasizlar deydigan bo'lsak, shu yerda qachon to'y? Kuzda. Yoki bo'lsam yozda o'qishlar tugaydi. Qachon tugaydi? Yozda tugaydi. Bahorda milliy sertifikat imtihoni bo'ladi. Qachon bo'ladi? Bahorda. Demak, bularda hammasini biz holga olib ketaveramiz ekan. Nima bilan ifodalangan desa, kelishik bilan ifodalangan payt otlari.
kelishikli payt otlar desak bo'lar. Keyingisi uchinchisi ravish-tosh shakli. Fe'lning vazifa shakllarining ichida ravish-tosh shakli bor, hammamiz bilamiz. Ravish-toshlar bilan ifodalanadi. Ravish-tosh shakllari ip qo'shimchasi bor, guncha, gach, ganda shakllari bor. Xuddi shu shakllar orqali ravish-tosh shakli ifodalanadi. Masalan, aytadigan bo'lsak, ip. Darsni qilib bo'lib uxlayman. Qachon uxlayman? Darsni qilib bo'lib. Yoki bo'lmasa aytadigan bo'lsak, akam kelgach men sumalakka boraman. Qachon boraman? Akam kelgach. Endi u she'r aytganda hamma jim qolardi. Qachon jim qolardi? U she'r aytganda. Yoki bo'lmasam do'stim kelguncha men ketib olishim kerak. Kim kelguncha? Do'stim kelguncha. Qachon desak to'g'rimi? Qachon ketib olishim kerak? Do'stim kelguncha. Keyingisi otlardagi lug'aviy shakl yasovchi gacha, ya'ni chegaralar qo'shimchasi. Chegara qo'shimchasi payt otlariga qo'shilganda xuddi shu ma'noni ifodalab kelar ekan. Qachon desak, payt otlariga qo'shilganda, boshqa vaziyatda emas. Payt otlariga qo'shilganda biz payt holini shakllantirib keladi deb aytamiz ekan. Aytaylik, qishgacha kompot qilamiz. Mana oddiy jaydari so'zlar. Qachon kompot qilamiz? Qishgacha kompot qilamiz. Yoki bo'lmasa aytadigan bo'lsak, ertalabgacha to'y bo'ladi. Qachongacha? Ertalabgacha. Otlardagi lug'aviy shakl yasovchi gacha. Xo'p, keyingisi payt otlariga qo'shilganda. Payt otlariga. Masalan, aytadigan bo'lsak, kun bo'yi ishladik. Hafta ichida shu narsalarni qilishimiz kerak. Soat sayin, masalan, soat sayin o'sib boryapti yoki yozi bilan tinmadik. Qachon tinmadik? Yozi bilan. Yil bo'yi milliy sertifikat uchun harakat qildim. 3 kun ichida pullarni joyiga qo'yib qo'y. Qachon qo'yib qo'y? 3 kun ichida. Demak, payt otlariga qo'shilgan shakllar orqali ifodalanyapti. Keyingisi 6-si so'z birikmalari orqali ifodalanadi. Masalan, dam olish kuni darslarimiz bo'lib o'tadi. Qachon bo'lib o'tadi? Dam olish kuni. Shu yerda ham payt otlari orqali ifodalanib kelyapti ekan. Xo'p, endi qarang, e'tibor beradigan bo'lsak. Yoki urush boshlanganda men nemislar tomonidan jang qilganman. Qachon? Urush boshlanganda. Bu yerda demak so'z birikmasi orqali ham ifodalanishi mumkin ekan. Endi undan tashqari mana bu har, hech, bir, alla, u, bu, shu, o'sha, hamma kabi so'zlar, har, hech, bir, alla, u, bu, shu, o'sha, hamma kabi so'zlar payt, vaqt, mahal degan so'zlarga qo'shilishi oqibatida bizda payt holini shakllantirib kelyapti. Misol uchun, har vaqt seni o'ylayman. Yoki bo'lmasam, shu payt sen yonimga kelding. Allamahalgacha, to'g'rimi? Uxlay olmadim. Hech vaqt inson o'z bolasini ham uradimi? Yoki bo'lmasam aytadigan bo'lsak, bir payt do'stim uydan uyqusiragan holatda chiqdi. Qachon? Bir payt. Yoki bo'lmasam aytadigan bo'lsak, hamma vaqt darsda shunday uyqusirab o'tirasizmi? Qachon? Hamma vaqt. Bu yerda ham demak mana shu vaqt, payt, mahal so'zlariga qo'shilganda payt holi shakllanib kelyapti ekan. Hamma tushunyaptimi? Tushunmayotgan odamlar kommentariyaga savol yozsin. Bo'ldi, 1 minut vaqt. Xo'p, men endi savollarni ko'rib ketaman. Tushunarli bo'lyapti, tushunarli, yaxshi ketyapmiz ustoz, zo'r. Nimani tushunmayapsiz ustoz? Aniqroq aytib keting-da. Hammasi misollar bilan ketyapti.
Xo'p, ketdik, davom etamiz. Hammasini misollar bilan aytib ketyapmiz-ku. Xo'p, qanaqa savollar bo'lsa yozib ketaverasizlar. Men bitta punktni tushuntirib ketib turib davom etamiz. Uchinchisi, vaziyat holi. Vaziyat holi o'zi vaziyatdan kelib chiqib juda bir bo'lakcha hol. Vaziyatdan kelib chiqib turib, umuman bo'lakcha, ya'ni qanday holatda? Vaziyat hollari nimalar bilan ifodalanadi? Bu yerda birinchisi holat ravishlar bilan ifodalanadi. Holat ravishlari, masalan aytadigan bo'lsak, holat ravishlari jim, yayov, piyoda, asta-sekin, to'satdan, martlarcha. Jim, yayov, piyoda, asta-sekin, to'satdan, martlarcha kabi so'zlar orqali ifodalanadi. Undan tashqari birin-ketin bor, to'g'rimi? Hop, ular birin-ketin uyga kirib kelishdi. Qay holatda? Birin-ketin kirib kelishdi. Endi vaziyat holi, ya'ni ravish holi qaysi so'rovlarga javob bo'ladi? Qanday, qay holatda kabi so'rovlarga javob bo'lib kelar ekan. Men martlarcha kurashga kirdim. Qay holatda kurashga kirdim? Martlarcha. Ikkinchisi, ravish toshlar bilan ifodalanadi. Ip va gancha shakllari. Xo'p, ular uxlagancha bir kuni o'tkazishdi. Qay holatda o'tkazishdi? Uxlagancha. Yoki bo'lmasa aytadigan bo'lsak, esankiragancha uyga kirib ketdim. Qay holatda kirib ketdim? Esankiragancha. Ipga shoshib gapirmang. Qanday gapirmang? Shoshib. Mana shu qanday qay holatda so'rovga javob bo'la olsangiz, demak buni biz ravish tosh deymiz ekan. Va bu vaziyat, ya'ni ravish holi sifatida shakllantirilar ekan. Endi bu hol deymizmi, aniqlovchimi, to'ldiruvchimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi gap bo'lishidan qat'iy nazar, bularni siz qachon tushuna olmaysiz. Bularni siz so'zlarning grammatik va mazmuniy bog'lanishini tushuna olmasangiz. Tepadagi xabarlarda ko'rgan bo'lsangiz, biz buni tashlab qo'ydik. Ya'ni tepadagi xabarlarda YouTube kanallarimiz darslarida grammatik va mazmuniy bog'lanish degan punkt bor. Shuni ko'ringlar, grammatik va mazmuniy bog'lanishdan xuddi shunaqa hijjalab tushuntirib qo'yganmiz. Xo'p, grammatik va mazmuniy bog'lanish, ya'ni to'g'ri savol bera olmasangiz, siz ming gap bo'laklarini ming zo'r o'qituvchi bo'lmaydi, baribir siz tushunmaysiz. Sabab savolni to'g'ri bera olmaysiz-da. Sifat bilan ifodalanadi. Sifat bilan ham ifodalanish mumkin ekan. Vaziyat holi, ya'ni ravish holi. Misol uchun, chiroyli, to'g'rimi? Hech qachon katta gapirma yoki chiroyli gapiring deydigan bo'lsak, qay holatda so'rovga javob bo'lib, fe'lga bog'lansa, biz buni demak vaziyat holi deb ketaveramiz. Odamlarga xush muomala bo'ling, shirin gapiring desaga, qanday gapiring? Shirin gapiring. Xo'p, keyingisi 4-chi. Sifatdosh plus holda shakli so'z qo'shilganda. Mana shunga ham e'tibor bering. Sifatdoshga holda shakli so'zi qo'shilib ham ifodalanishi mumkin ekan. Yaxshilab qarab turing, eng murakkab joylariga keldik. Misol uchun, tik turgan holatda kitob o'qidim. Qay holatda? Tik turgan holatda. Yoki bo'lmasam aytadigan bo'lsak, senga menga gapirgan holatda mush otib yubordi. Qay holatda mush otib yubordi? Menga gapirgan holatda. Xo'p, mavhumotlar bilan shakli qo'shilganda. Mavhumotlarga bilan shakli qo'shilganda. Qunt bilan o'qidi. Qay holatda o'qidi? Qunt bilan o'qidi. Bosh kelishlikdagi otlar fe'lga qo'shilganda. Mana shu yerda ham biz demak otni o'z bilan ifodalashimiz mumkin ekan. Bosh kelishlikdagi otlar bilan ifodalanganda. Masalan, sensizlikdan ko'zlarim qon yig'ladi. Qay holatda yig'ladi? Qon yig'ladi. Bu yerda bosh kelishlikdagi ot plus fe'l shaklida bo'lar ekan. Keyingisi, taqlid so'z fe'lga bog'lansa. Taqlid so'z fe'lga bog'lanib kelsa. Masalan aytadigan bo'lsak, dik sakragan ovchining qo'liga kiyik ovchining qo'liga tushdi. Qay holatda sakragan? Dik sakragan. Xo'p, taqlid so'z bilan ham ifodalanishni ko'rdik. Yoki bo'lmasa aytadigan bo'lsak, gurs yurib uyga kirdim. Qay holatda yurib? Gurs yurib. Endi qarang, 7-chi. Ibora bilan ifodalanib keladi. Iborani bilamiz, bir so'zga teng keladigan frazeologik birlik hisoblanadi. U tarvuz qo'ltig'idan tushib uyga kirib keldi. Qay holatda kirib keldi uyga? Tarvuzi qo'ltig'idan tushib. Yoki bo'lmasa aytadigan bo'lsak, ustoz bizga muloyimgina qo'y og'zidan cho'p olmagandek gapirardi.
Qay holatda gapirardi? Qo'y og'zidan cho'p olmagandek. Deydigan bo'lsak, ibora bilan ifodalanib kelyapti. Sabab holi nima sababdan nima uchun so'roqlariga javob bo'ladi. Va esingizdan chiqmasin, sabab holi doimo o'tgan zamon shaklida bo'ladi. O'tgan zamon ma'nosida bo'ladi. O'tgan zamon ma'nosida bo'lganligi uchun ham uni biz sabab holi deyapmiz. Xo'p, davom etyapmiz. Endi birinchisi sabab ravishlar orqali ifodalanadi. Sabab ravishlari, mana biz o'zi ravishni ichida ko'radigan bo'lsak, eng ko'pi sabab maqsad ravishlari. Ikkiga bo'lib olamiz. Maqsad ravishlariga bo'lib olamiz, sabab ravishlariga bo'lib olamiz. Sabab ravishlari sabab holi bo'ladi, maqsad ravishlari maqsad holi bo'ladi. Bo'ldi, muammo yo'q. Hop, noilojlikdan, chorasizlikdan, ilojsizlikdan kabi so'zlarda bu yerda demak sabab ravishi. Hozir kommentariyani o'qiyotganim uchun gapim bo'linib qoldi. Xo'p, yozib qo'yinglar, keyin o'qiymiz. Sabab hozir yaxshi ritmda ketyapti, buzib qo'ygim kelmayapti. Noilojlikdan, chorasizlikdan, ilojsizlikdan. Masalan, dadasining qistovi bilan noiloj kitob o'qidi. Endi shu yerda yaxshilab e'tibor bering. Nimaga bu so'zlarni yozganmiz? Noiloj kitob o'qidi. Nima qildi? O'qidi. Qay holatda degan savolni berib yuborishingiz tabiiy-da bu yerda. Masalan, noilojni sabab ravishi deb bilmagan odam qay holatda deb savol beradi. Endi nima sababdan o'qidi? Noiloj o'qidi, chunki iloji yo'qligi uchun o'qidi. Noilojlikdan o'qidi desak, bu yerda nima sababdan so'roqqa javob bo'lar ekan. Savolni ham berishni o'rganinglar. Yoki bo'lmasa aytadigan bo'lsak, noilojlikdan to'yga ko'nishga majbur bo'lding. Nima sababdan? Noilojlikdan. Yoki bo'lmasa aytadigan bo'lsak, bugun ilojsiz mening darsimga kirib o'tiribsan. Nima sababdan? Ilojsiz. Yoki bo'lmasa aytadigan bo'lsak, ilojsizlikdan 8-martga sovg'a bermadim. Nima sababdan? Ilojsizlikdan. Desak, sabab holi bo'lib kelyapti shu yerda. Xo'p, endi qarang. Ikkinchisi, sabab ma'nosida ifodalangan ravish tosh orqali. Sabab ma'nosini ifodalagan ravish tosh. Ya'ni ip shakli bo'ladi. Uni ip shakli inkor shaklidagi fe'lga qo'shilganda, har doim emas. Inkor shaklidagi fe'lga qo'shilib kelganda bo'lar ekan. Misol uchun aytadigan bo'lsak, u darsga qo'rqib kirmadi. Nima sababdan kirmadi? Qo'rqib. Shu yerda mana ip shakli inkor shakliga qo'shilganda hosil bo'lyapti. Endi uchinchisi mana qo'shimchalar bilan ifodalanib ketadi. Mana ligidan, sizlik, sizligi, to'g'rimi? Gani, hamma qo'shimchalari danga qo'shilganda. Shunday screenshot qilib olsanglar bo'ladi. Ukam shodligidan yugurib ketdi. Nima sababdan? Shodligidan yugurib ketdi. Endi yoki bo'lmasam aytadigan bo'lsak, chorasizlikdan desak ham bo'laveradi, to'g'rimi? Xo'p, o'qimaganidan uyalib ketdi. Nima sababdan uyaldi? O'qimaganidan desak bo'laveradi. Yoki quvonchdan ko'zim yoshlandi. Nima sababdan? Quvonchdan. Shu yerda nimadan deb turib to'ldirish deya olmasdan, nima sababdan? Quvonchdan. Chunki bu yerda dan plus dan shakli bordi. Asosga dan qo'shimchasi qo'shilganda. Xo'p, u o'qishga kirganidan xursand edi. Nima sababdan xursand edi? O'qishga kirganidan. Bu yerda demak biz sabab holi sifatida shakllantirib ketaveramiz. To'rtinchisi, gani sifatdoshi sababli, tufayli, uchun shakliga qo'shiladi. Gani sifatdoshini gan emas, bu yerda gan plus i sifatdoshini deb olamiz. Gan plus i sifatdoshi sababli, tufayli, uchun kabi so'zlarga qo'shiladi. Masalan, o'qimagani uchun kaltak yedi. Kelmagani sababli tushunmadi. Yoki darsimizga kirmagani tufayli azoblandi. Nima sababdan azoblandi? Kirmagani tufayli. Beshinchisi, o'tgan zamon fe'li. Mana ko'ryapsiz, fe'llar orqali ham ifodalanadi. O'tgan zamon fe'llariga deb deya so'zlarni qo'shish oqibatida. Misol uchun,
Sizlarni darsga kirgan deya men darsni boshladim. Nima sababdan boshladim? Darsni kirgan deya yoki u kecha kelgan deya men bugun uxladim. Nima sababdan uxladim? U kecha kelgan deya. Yoki bo'lmasam aytadigan bo'lsak, sizlarni A+ sertifikat olgan deya men juda ham xursand bo'ldim. Nima sababdan xursand bo'lyapman? Sizlarni A+ sertifikat olgan deya. Xo'p, endi bunaqa so'zlar asosan badiiy nutqda ko'proq uchraganligi uchun bizga tushib qolish holatlari juda ham ko'p bo'ladi. Keyingisi maqsad holi. Maqsad holi doimo kelasi zamon shaklida bo'ladi, esingizdan chiqmasin. Demak, maqsad holi doimo kelasi zamon shaklida bo'lib keladi ekan. Bu esingizdan chiqmasin. Hop, davom etamiz. Nima maqsadda, nima uchun, nega? Maqsad holi hech qachon o'tgan zamonda kelmaydi. Maqsad holi esingizdan chiqmasa, o'tgan zamonda umuman kelmaydi. Faqat kelasi zamon. Chunki hech kim o'tgan zamonga maqsad qo'ymaydi. Men kecha o'qishga kirishni xohlayman deya olmaysizda. Men bu yil o'qishga kirishni xohlayman desiz ham, to'g'rimi? Kelasi zamon bo'lib qolyapti. Birinchisi, bu maqsad ravish toshlari orqali ifodalanadi. Demak, birinchisi nima ekan desak, maqsad ravish toshlari orqali ifodalanadi. Atayilab, atayin, jo'rttaga, qasddan, azabaza, qasma-qastiga. Misol uchun, Umarshayx Mirzoni ataylab chohga itarib yubordi. Nima sababdan degan savolni bermang bu yerda. Bu yerda maqsad ma'nosi. Mana shu maqsad ravishlarini yaxshilab yozib olinglar. Ataylab, atayin, jo'rttaga, qasddan, azabaza, qasma-qastiga. Ikkinchisi, maqsad ravish toshlari bilan ifodalangan gani shakli. Maqsad ravish toshlari bilan ifodalangan gani shakli. Misol uchun, u bu yoqda kitob o'qigani keldi. Nima maqsadda keldi? Kitob o'qigani. Ukam lola tergani toqqa chiqdi. Nima maqsadda lola tergani? Endi sifatdoshning gan plus i shakli bilan ravish toshning ganni bir-biridan farqlangan holatini biz YouTube ijtimoiy tarmog'iga qo'ygan fe'l mavzusida ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun bunga to'xtalib o'tmaymiz. Yana qaytadan. Xo'p, harakatnomi plus maqsadda so'zi orqali. Harakatnomi va plus maqsadida so'zi orqali. Unga uylanish maqsadida sovchi qo'ydim. Nima maqsadda? Unga uylanish maqsadda. Bu yerda aytadigan bo'lsak, harakatnom plus maqsadda so'z orqali. Yoki bo'lmasam aytadigan bo'lsak, men sertifikat olish maqsadida kurslarga bordim. Nima maqsadda? Sertifikat olish maqsadida. degan so'zlari maqsadda so'zga qo'shilganda. Degan so'zi, ya'ni de so'ziga gan qo'shimchasi qo'shiladi va unga plus maqsadda so'zi qo'shiladi. Uyalib qolgan inson Qo'qonni ko'ray degan maqsadda ancha yo'l bosdi. Xo'p, Qo'qonni ko'ray degan maqsadda ancha yo'l bosdi. Deydigan bo'lsak-a, mana shu yerda degan so'ziga maqsadda so'zi qo'shish orqali. Davom etamiz. Buyruq mayli shakli deb va deya so'zlariga qo'shilganda. Buyruq mayli shakli deb deya so'zlariga qo'shilganda. Seni o'qisin deb kitob olib keldim. Nima maqsadda kitob olib keldim? Seni o'qisin deb. Mana shu yerda deb deya shakllari buyruq istak mayliga qo'shilganda. Bu demak maqsad holi ekan. Maqsad holi qanday ifodalanishini ko'rib o'tdik. Endi miqdor daraja holi. Qancha, nechta, necha marta kabi so'zlar bilan ifodalanadi. Bu yerda ham faqatgina ravishlar bilan ifodalanmaydi ekan, boshqa shakllar orqali ham ifodalanishi mumkin ekan. Misol uchun, birinchisi, daraja miqdor ravishlari. Sal, picha, xiyol, oz, ko'p, juda, ancha, behad, g'oyat. Shu so'zlar orqali ifodalanar ekan. Masalan, aytadigan bo'lsak, biroz charchabman shekilli. Uyqum kelyapti. Xo'p, qancha charchabman? Biroz charchabman. Endi menga ozgina imkon bering. Qancha imkon bering? Ozgina.
Yoki bo'lmasam aytadigan bo'lsak, ancha gaplashib o'tirdik. Qancha? Ancha gaplashib o'tirdik. Yoki g'oyat xursand bo'ldim. Qancha xursand bo'ldim? G'oyat xursand bo'ldim. Endi undan tashqari ikkinchisi. Son plus marta so'zi marotaba so'zi qo'shilganda. Son plus marta plus marotaba so'zi qo'shilganda. 100 marta, 1000 marta gapirdim. Sen esa buni eshitmading. Qancha gapirdim? 100 marta gapirdim. 1000 marta gapirdim. Olmosh plus marta so'zi yoki marotaba so'zi qo'shilganda. Masalan, aytadigan bo'lsak, necha marta gapirding, necha marta yig'lading, buni men tushuna olmadim. Qancha? Necha marta? Qancha so'roviga javob bo'lyapti. Keyingisi, darajada so'zi fe'lga qo'shilganda, fe'lga bog'langanda deylik. Masalan, aytadigan bo'lsak, esimdan olgudek darajada dars qildim. Qancha dars qildim? Esimdan olgudek darajada. Qancha so'roviga javob bo'lib qolsa, demak bu daraja so'zi plus fe'l bo'lar ekan. Keyingisi, so'z birikmasi bilan ifodalanib qoladi. Domla bir muddat jim qoldi. Qancha jim qoldi? Bir muddat. Demak, bu yerda ham miqdor daraja holi bo'lib kelar ekan. Tushuntira oldimmi demak? Endi YouTube'dagi va Telegram kanalimizdagi izohlarda bir qator eshitib o'tamiz. Qanaqa savol bo'lsa, savollarga javob berib ketamiz. Xo'p, savollar bo'lsa yozib olinglar. Ustoz shuncha ishladi yoki unchalik harakat qilmadi birikmas holni nima bilan ifodalangan ravishmi yoki olmoshmi? Shuncha ishladi desa, endi birinchi o'rinda siz tushunchani qaysi so'z turkumligini bilishingiz kerak-da. Bizda gap bor. Bu shu o'sha so'zlarga cha qo'shimchasi orqali ravish yasaydi. Masalan, aytadigan bo'lsak, yangicha bo'lishi mumkin sifatdan yasalgani. Endi shu yerga o'xshab olmoshdan ravish yasalib qolyapti shuncha degan. Zo'r tushunyapman. Rahmat ustoz kattakon. Ustoz chiroyli gapida chiroyli so'zni sifat deb olish kerak, chunki chiroylisini asl negizi sifat, shuning uchun baribir sifat bo'ladi. Gapda esa aniqlovchi bo'ladi dedi. Qanchalik to'g'ri, shuni ozgina tushuntirib bering. Ustozga ayting, chiroyli gapir so'zi to'g'ri aytyapti sifat. Endi ozgina yanglish gapirishim mumkin. Endi hammada ayb nima bo'ladi, nuqson bo'ladi. Bu yerda sifat bo'lsa, sifat har doim aniqlovchi kadastr qilingan degan joyi yo'q. So'z turkumi boshqa pokoleniya. Gap bo'lagi umuman boshqa narsa. Bu yerda hol bo'lib kelyapti. Ustozga ustoz adashibsiz demang, ustoz shunaqa dedi, bir ustoz desiz bo'laveradi. Xo'p, endi menimcha yana boshqa savollar yo'q bo'lsa kerak. Savollar bo'lsa yozaverasizlar, bemalol. Xo'p, endi davom etamiz. Demak, hammaga manfaatli bo'lyapti, hammaga tushunarli bo'lyapti. Yana keldim, holat holimi yoki paytmi? Payt qachon keldim? Xo'p, ketdik. Holning tuzilishiga ko'ra turlar. Holning tuzilishiga ko'ra turlar. Mana shu yerda hollarimiz tuzilishiga ko'ra ikki turga bo'linadi. Biz fe'lni ham fe'l debman, kesimni ham o'tayotganimizda, boshqa gap bo'laklarni ham o'tayotganimizda esingizdan chiqmasin. Hol ham bular kabi ikkiga bo'linadi. Ya'ni sodda hollar va murakkab hollarga bo'linadi. Agar bir so'zdan iborat bo'ladigan bo'lsa, buni biz sodda hol deymiz. Agar u ikki yoki undan ortiq so'z bilan, ibora bilan ifodalanadigan bo'lsa, murakkab hol deymiz. Misol uchun, bugun kelmadi deydigan bo'lsak, qachon kelmadi? Bugun. U bugun kelmadi deydigan bo'lsak, bu yerda sodda. Endi sizda shunaqa savol tug'ilib qoladi, qarang. U bugun, ertaga, indinga kelmaydi. Shu yerda bugun, ertaga, indinga, domla bu 3 ta so'zdan iborat bo'lyapti. Murakkab holimi desa yo'q. Chunki ular alohida so'roqlarga javob bo'lyapti. Alohida so'roqlar, shuning uchun buni biz sodda deymiz ekan.
Agar hol 2 yoki undan ortiq so'z bilan kelsa, murakkab hol hisoblanadi. 2 marotaba uyingga bordim. Qancha bordim uyingga? 2 marotaba uyingga bordim. Endi murakkab hol 4 usulda hosil bo'ladi deyapti. 4 xil holatda. Birinchisi, takror so'zlarni bo'lib qo'llanishga. Takror so'zlar qarang. So'zlar takror qo'llanishi, ya'ni fe'lni qayta qo'llanishi, ya'ni takror qo'llanib qolishi bu yerda murakkab holni shakllantirar ekan. Masalan, qayta aytdim. Qancha aytdim? Qayta. Murakkab hol. Murakkab hol sodda holligi, holning narigi tepada 6 ta turi bor-ku. Hammasi sodda hol ham bo'lishi mumkin, hammasi murakkab hol ham bo'lishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda ko'rdik biz, bir ustoz tushuntiryapti, men ko'rdim darsligini, lekin tushuntirishi yaxshi ekan, lekin ozgina yanglish fikrlab qo'ydi. Mana bu hollar endi aytmay qo'yaverasiz, sizlar ham adashib ketib qolmanglar. Mana bu hollar faqatgina deydi, sodda hollar hisoblanadi. Mana bu hollar faqat murakkab hollar hisoblanadi degan gapni gapiryapti. Biz ko'rdikki, tepada 6 ta o'tganimizda bir so'zdan ifodalangani ham bor, bir necha so'zdan ifodalangani ham bor, hattoki asos plus ko'makchi bo'lib qolsa ham murakkab bo'ladi. Masalan, aytadigan bo'lsak, qunt bilan o'qidim. Uying tomon boraman. Xuddi shu yerda ham murakkab bo'lib qoladi. Buni hech qanaqa inkor qiladigan joyi umuman yo'q. Xo'p. Ketdik. Endi mana shu yerda aytadigan bo'lsak, qayta yoki bo'lmasam ko'ra charchadim seni. So'z birikmasi orqali ifodalanib qolishi mumkin. Bundan 3 yil ilgari men yosh bola edim. Qachon? 3 yil ilgari. Shu yerda 3 yil ilgari deydigan bo'lsak, biz buni nima deymiz ekan desak, bu yerda murakkab hol bo'lar ekan. Xo'p, ibora bilan domla qo'y og'zidan cho'lp olmagandek jim o'tirar edi. Qay holatda o'tirardi? Jim o'tirardi, jim sodda. Endi qo'y og'zidan cho'p olmagandek murakkab. Xuddi shu yerda masalan, mana shu gap kelib qolsa, ushbu gapda deydi, to'g'ri hukmni yoki noto'g'ri hukmni toping degan savolni qo'yib turib, qarang, o'zi bir 4 tami, 5 ta, 6 tami so'zdan iborat gap. Normal savol chiqarib beradi. Holning tuzilishiga ko'ra 2 tur qatnashgan desa, sizning xayolingizga tur degan savol keldimi holdan? Bir pasda ravish holi, bir bola holi, palon holi, piston holi ketaveradi. Yo'q, nimasiga ko'ra turi? U aytadigan bo'lsak, ravish holi, o'rin holi, payt holi degan narsalar, bular ma'nosiga ko'ra turi. Endi bizga tuzilishiga ko'ra tur deyaptimi? Sodda va murakkabga bo'lib ketamiz ekan xolos, boshqa narsa yo'q. Keyingisi, 4-tinchisi. Kengaygan birikma orqali. Urush boshlanganda men yosh bola edim. Qachon? Urush boshlanganda. Kengaygan birikma deyapti. Xo'p, urush boshlanganda men yosh bola edim. Qachon? Urush boshlanganda. Shu yerda kengaygan birikma orqali ifodalanib kelyapti. Xo'p, mustaqil hol. Mustaqil holimiz bu yerda kesimga bevosita bog'langan holatda bo'ladi. Qanday bo'lar ekan desak, kesimga bevosita bog'lanar ekan. Misol uchun aytadigan bo'lsak, bugun men uyga boraman. Qachon boraman? Bugun boraman. Qayerga boraman? Uyga boraman. Mana shu yerda kesimga bevosita bog'langan bo'lar ekan. Fe'lga demayapman, kesim. Endi asosiy fokusingizni kesimga qarating. Ya'ni fe'l kesimga. Fe'l kesimga to'g'ridan to'g'ri bog'lanadigan bo'lsa, bu aytadigan bo'lsak, mustaqil hol deyilar ekan. Sizga savol tushib qolishi mumkin-da, variantlarda qaysidir birda ushbu gapda mustaqil va nomustaqil o'rin holi kuzatilgan deydi. Shuni siz bilib olishingiz kerak. Mana savollari ham, javoblari ham nimaga sizga murakkab tushuntiriladi yoki murakkab tushuniladi desak, sababi siz u narsani to'laqonli bilmaganligingiz uchun. Oddiy narsani so'rayapti. Ya'ni berilgan gaplarni qaysi birda deydi yoki bo'lmasam gapni bitib, bu gap haqida to'g'ri hukm toping deydi. O'rin holi va ravish holi yoki bo'lmasam aytadigan bo'lsak, payt holi bilan o'rin holi mustaqil holatda kelish kuzatilgan deydi. Endi siz mustaqil nimaligini bilmasangiz o'ylanib o'tirasiz yoki bo'lmasam kesimga bevosita bog'langan deydi. Mana bugun boraman, payt holi, uyga boraman, o'rin holi. Mustaqil, nomustaqil holchi. Ya'ni kesimga bog'lana olmaydi, kesimdan boshqa gap bo'lagi bo'lib kelgan fe'l so'z turkumiga bog'lanib keladi. Kesimdan boshqa gap bo'lagi bo'lib kelgan fe'l
so'z turkumga va u kesimga bilvosita bog'langan degan birlik orqali shakllantiriladi. Ya'ni kesimga bilvosita bog'langan o'rin holini toping, payt holini toping degan savollar kelaveradi. Mana shu yerda demak nomustaqil hol bo'lib kelar ekan. Mana qarang, jim yurishni doim o'zimga odat qilganman. Nima qilganman? Odat qilganman. Kesim kimga? O'zimga. To'ldiruvchi qachon? Doim odat qilganman. Bu yerda payt holi mustaqil bo'lib kelyapti. Nimani? Yurishni. Vositasi to'ldiruvchi. Qanday yurishni? Jim yurishni. Mana shu yerdagi mana bu jim endi kesimga bog'lanmayapti-da, mana bu so'zga bog'langani yo'da yurishni degan to'ldiruvchiga bog'lanib qoldi. Ya'ni kesimga bevosita bog'lanmasdan bu yerda to'ldiruvchiga bog'lanib qolyaptimi? Buni endi biz nima deymiz ekan desa, buni biz nomustaqil to'ldiruvchi deb ketyapmiz. Doim bu yerda mustaqil to'ldiruvchi. Endi mustaqil hol deganim. Xo'p, endi qarang, jim va doim so'zlar holning ikki turi qatnashyapti. Ma'nosiga ko'ra ikki turi. Ya'ni jim bu yerda ravish holi, doim bu yerda payt holi. Shu yerda sizga zo'r savol shakllantiriladi. Masalan, ushbu gapni berib turib, ushbu gapda holning kesimga bog'lanishiga ko'ra ikki turi qatnashgan dedi. Kesimga bog'lanishiga ko'ra ikki turi qatnashgan. Ya'ni ma'nosiga ko'ra turi demayapti, tuzilishiga ko'ra turi demayapti, kesimga bog'lanishiga ko'ra. To'g'ri, sababi bu yerda jim yurishni nomustaqil, ya'ni bilvosita bog'langan, doim odat qilganman, bevosita, ya'ni mustaqil holatda bog'lanib kelgan deymiz. Kitobni ko'p o'qiganini ta'kidlar edi. Qancha o'qiganini? Ko'p o'qiganini. Bu yerda aytadigan bo'lsak, ko'p so'z o'qigan so'zga bog'lanyapti va bu yerda ham nomustaqil hol shaklida kelyapti. Endi Xudo xohlasa, darslarimizni yana shakllantirishga harakat qilamiz. Rahmat barchaga e'tiboringiz uchun. Video chatda o'chiryapman va ovozli chatga o'tamiz.